Anime Land Uz kanali taqdim etadi. Yolg'izlikda daraja ko'tarish 117-bob. O'sha dunyoda g'ayrioddiy mahoratga ega yirtqichlar bor edi. Ularda aql yo'q, biroq ulardagi ajoyib ovchilik qobiliyati ularga insonning o'zidan o'zib ketishiga imkon beradi. Qonning achchiq hidi va inson go'shtining tanasi ularni hayajonga solardi. Biroq ular bu yerga razvedkachi sifatida kelganliklari sababli ular o'zlarining haqiqiy tabiatini bostirishlari kerak edi. Chunki topshirilgan vazifa hamma narsadan ustun. Shunday qilib bir necha hafta davomida soyada yashiringan ovchilar o'lja izlashlari shart emas edi. Ularga 6-sezgining o'zi bu haqida sezgi bergandi. Ular bizni ustimizda. Tuzilishiga ko'ra bu bino biroz qal'ani eslatar ekan. Men uni boshlayman. Sen esa birodarlarimizni chaqir. Barcha odamlarni bir yo'qlik qilib, bu qal'ani qamalga olganimizdan so'ng haqiqiy ovni boshlaymiz. Lekin birinchi navbatda men yo'lni tozalayman. Mana, sen so'raganingdan sotib oldim. Katta rahmat. Bu nima bo'ldi? Yaqindan videodagidan ham kattaroq ko'rinar ekan. Demak, chapda yozuvchilar, o'ngda esa konchilar. Hujumchilar orasida 13 ta A darajali va 20 ta B darajali ovchilar bor. Shunchalik ko'p A darajali ovchilar bormi? Lekin bu ajablanarli emas, chunki bu gildiya eng ko'p A darajali ovchilarga ega. Kechirasiz. Janob ovchi, siz Chejudagi reydda juda ajoyib edingiz. Soya jangchilarini qanday chiqardingiz? Bu chiqarish sehrmidi? Bugungi reydga nima deysiz? Unga siz boshchilik qilyapsizmi? Xo'y, shoshmanglar. Nima? Ko'rmayapsizlarmi? Keraksiz savollaringiz bilan ovchi sunga noqulaylik tug'diryapsizlar. O'zimni tanishtirishga ruxsat eting. Men Chixon Erim, Ritsarlar gildiyasining elita hujumchi guruhidagi davolovchilar boshlig'iman. Qolganlarni bilmadim, lekin menimcha biz ikkimiz mas'uliyatli sifatida bir-birimizga mos ravishda harakat qilishimiz kerak. Shunday deb o'ylaysanmi? Demak, ularga hali aytmabsiz-da. Menimcha hozir shuni ayni payti. Hozirgi reydga men Pak Jonsu boshchilik qilaman. Yana sizmi? Lekin bizda Ocha Sunjinvo bor-ku. Xo'y, bu uyat emasmi? Ocha Sunjinvo bizni orqa tomondan to'sib turadi va xavfsizligimizni ta'minlaydi. Haqiqatan ham biz kimningdir himoyasiga muhtojmiz deb o'ylaysizmi? Sunjinvo, nima deb o'ylaysiz? Sizningcha bizni gildiyamiz rostdan ham faqat kuchsizlardan tashkil topganmi? Yon, Nun, sizlar nima deyapsiz? Xo'y, nima deganing? Hozirgi yoshlar juda ham yovvoyi bo'lib ketishgan. Gapimga qo'shilasizmi? Balki muammoni barcha ildizi tabiatdandir yoki shunga o'xshash. Qo'shilaman. Ular o'zlariga juda ishonib yuborishyapti. Xo'sh, harakatga tushadigan vaqt bo'ldi. Reyd boshlandi. Eshityapman. Siz ovchilar assotsiatsiyasining favqulodda vaziyatda xizmat ko'rsatish markaziga telefon qildingiz. Bu markaz, shundaymi? Ha, to'g'ri, gapiravering. Hozir bizni maktabda bu yerda maxluqlar yuribdi. Nima? U yerda ham zindon ochildimi? Hozir siz qayerdasiz? Men hojatxonada bekinib o'tiribman. Yonimda yana bittasi bor edi, lekin u yerda qancha maxluq bor edi? Ular sizga yaqinmi? Bilmayman, hech nima bilmayman. Faqat hamma qichqirayotganini eshityapman. Nahotki shunday o'lib ketsam? Tinchlaning, meni diqqat bilan tinglang. Ovchilar deyarli yo'lda. Ular sizni albatta qutqarishadi. Shunday ekan, o'zingizni qo'lga oling va e'tiborni chetdan qoldirmang. Tushundingizmi? Rostdanmi? Unda men tirik qolamanmi? U qanday maxluq ekanini bilmaysizmi? Ha, bilaman. Men ularni televizorda ko'rgandim. Nomini unutib qo'ydim. Qanday edi-ya? Ular qanday maxluq ekanligini tasvirlab bering. Ular qanday ko'rinadi? Tanasi xuddi odamnikidek. Yuzi esa juda qo'rqinchli. Ha, to'g'ri. Ularning terisi yashil edi. Nahotki ork? Ular orkmidi? Ha, menimcha ularni shunday atashadi. Yo'q, hoziroq u yerdan qoching. Ular qon hidini sezishadi. Yordam bering. Hoziroq u yerdan olishni xohlamayman. Ular qon hidini sezishadi. Meni qutqaringlar. Iltimos, meni qutqaringlar.
shoshma. Meni dugonam hali ham maktabda. Ovchilarni o'zi hal qilishadi. Tezroq qoch. Jinursan, yarmi qochib ketdi. Ularga tupur, hali yana ko'plab odamlar bor, lekin ular hech qayerga qochib keta olmaydilar. Keyingi qavatga ketdik. Ularni o'ldiramiz. Yo Xudoyim. Komandir, men sehr qobiliyatiga ega odamni xas qilyapman. Tezroq uni birinchi bo'lib yo'q qil. Aka,